til sertifikatsiz ishga kelsangiz bo'ladi. Bizga til sertifikatingiz menga ham, mani ish beruvchilarimga ham kerak bo'lsa, ba'zi bir hollarda, ko'p hollarda elchixonaga ham kerak emas. Til sertifikati qachon shart bo'ladi, qachon til sertifikati bo'lishi kerak, qachon til sertifikatsiz ham viza olsa bo'ladi degan savollarga shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, javoblaringizni olasizlar. Albatta bu videomizda bizdagi hozirgi vakansiyalar, nemis tili past darajadagi vakansiyalar ham shu videomizda bor bizda. Oxirigacha ko'ring. Sizlar bilan Alma Yuzum kompaniyasining vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anisher Sagdullayev. Akalar, bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Germaniyaga ishga kelish uchun agarda sizning qo'lingizda oliy ma'lumot bo'lsa yoki haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, Y kategoriya haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, siz haydovchilikka ishga kelmoqchi bo'lsangiz, bunaqa sohalarga, oddiy sohalarga, meditsina, pedagogika, bog'chaga ishlash, bular undan bu sohalarda ichiga kirmaydi. Bularga til sertifikati shart. Aynan boshqa sohalarga ishga kelishingiz uchun agar qo'lingizda oliy ma'lumotli diplom bo'lsa, akalar, til sertifikati kerak emas. Til sertifikati shart emas. Sizni ish beruvchi ishga olsa bo'ldi. Sizga приглашение, mehnat shartnomasi, barcha hujjatlaringiz tayyorlangan bo'lsa bo'ldi. Til sertifikati bunaqa holatlarda shart emas yoki minimum A1 darajadagi til sertifikatini o'zi yetarli hisoblanadi. Qachon til sertifikati sizga shart? Buni elchixonani saytiga o'tirsanglar yozib qo'yibdi. Ausbildung qilish uchun kamida B1 sertifikat qo'lingizda viza chiqishi uchun bo'lishi shart, bo'lmasa viza chiqmaydi. Tibbiyot sohalariga yoki Anerkennung Partnerschaft diplomingizda tan oldirish uchun Germaniyaga kelayotgan bo'lsangiz, sizga til sertifikati shart hisoblanadi. Kamida A2, B1 sertifikatlari shart hisoblanadi. Shansen karta, imkoniyatlar kartasi orqali Germaniyaga kelmoqchi bo'lsangiz, A1 nemis tili bo'lishi shart. Shunaqa holatlarda elchixona sizdan sertifikat talab qiladi. Boshqa barcha holatlar, oila birlashtirish dasturida A1 sertifikat bo'lishi shart. Boshqa barcha holatlarda sizning sertifikatingiz hech kimga kerak emas. Sertifikatni nimaga kompaniya sizdan talab qilishi mumkin? Mehnat agentliklari. Sizda nemis tilida gaplashishingizga uverin bo'lmasa. Keyin ish beruvchi shunaqa talabni qo'ygan bo'lsa, til sertifikati bo'lishi shart degan talabni qo'ygan bo'lsa, albatta sizdan til sertifikati talab qilinadi. Boshqa barcha holatlarda sizdan til sertifikati umuman talab qilinmaydi, akalar. Til sertifikatsiz ishga kelsa bo'ladimi degan savolga ha deb javob bersa bo'ladi. Til sertifikati shart emas, siz nemischada gaplasha olsangiz bo'ldi. Endi hozir bizda vakansiyalarimiz bor, hozirgi kunda chiqqan. Til sertifikati ham, nemis tili darajasi ham minimum A1 darajada bilsangiz bo'ldi. Tilni bizga hujjat topshirish uchun tilni umuman bilmasangiz ham bo'ldi, qo'lingizda qolgan boshqa talablarga javob bersangiz bo'ldi. Mana shu videodagi vakansiyalar uchun xolos. Endi bu videoni agar siz 1 oy keyin ko'rgan bo'lsangiz, shu vakansiya bor ekan, hali ham turibdi ekan deb o'ylamasligingizni iltimos qilamiz. Bu vakansiyalarga mana hozirgi kunda ish beruvchilarimizga aynan shu videodagi vakansiyalar bo'yicha til sertifikat talab qilinmaydi. Birinchi vakansiyamiz oshpaz kerak. O'zbek milliy taomlarini cho'tki pishiradigan, tajribasi kamida restoran, kafelarda, o'zbek oshxonalarida 2 yildan ortiq bo'lgan, manti, somsa, osh, shashlikni zo'r pishiradigan, любой sohada oliy ma'lumoti bor odam kerak. Til bilishi, qanaqa tilni bilishi shart? Rus tilini bilishi shart. O'zbek tilidan tashqari rus tilini bilish shart. Kollektiv ruskoязычный rus tilini bilishingiz shart. Yana qo'shimcha boshqa tillarni bilsangiz sizga plus bo'ladi. Agarda siz oliy ma'lumotli bo'lsangiz faqat. Agar boshqa ma'lumotingiz, hech qanaqa ma'lumotim yo'q, sertifikat, ma'lumot markazining diplomlari, bunaqalar murojaat qilmay qo'yaversin bu vakansiya bo'yicha. Menga buncha tajriba bor, atta tajribam bor, bunaqa tajribam bor deganlar murojaat qilmay qo'yaversin. Любой sohada oliy ma'lumotingiz bor, 2 yil restoran sohasida ishlagansiz, shunaqa bilan siz bemalol bizga kelib ishlashingiz mumkin. Aynan shu vakansiya. Oyligi 2000 euro kartangizga tushishi. Turar joy, yeb ichish, sug'urta bilan ta'minlanasiz. Bunga xarajatlarga tayyor bo'lgan odamlar murojaat qilsin. Aka, keyin o'sha yerda ishlab bersam, unaqa menga yordam qiling, iltimos. Unaqa yordamlar qilish bo'yicha sizda davlatingiz bor, tashqi migratsiya agentligi bor. Sizlarga yordam berish bo'yicha ularga murojaat qilasizlar. Biz xususiy bitta Germaniya uchun ham, O'zbekiston uchun ham kichkinagina bitta kompaniya biz. Bizda qo'limizdan unaqa xayriya ishlari, unaqa katta xayriya ishlari kelmaydi.
Bizani masalan ishlayotgan sohamiz, shu sohamiz bizada aynan shu sohadan qo'pol qilib aytganda qora qozon qaynatiladi. Bizda masalan odamga bunaqa yordam qilamiz, hujjatlarini to'g'rilashga hamma yo'g'iga maslahat berib yordam qilamiz. Lekin xarajatiga odam o'zi tayyor bo'lishi kerak. Bittasi yozyapti, biletimni olib beradimi? Mani yetib borgan, menga pul jo'natsin. Hozir men mamlakatda diplomlarimni tarjima qildirgani ham, diplomni tan oldirgani ham meni pulim yo'q. Hammasini siz to'lang, men borib o'sha yerdan oylikdan 200 qilib uzaman. Yo'q akalar, bunaqa gaplar ketmaydi. Konkretna imkoniyatingiz bo'lsa, mana keling. Imkoniyati bo'lmaganlar uzr akalar. To'g'ri shu narsalar degan umiddaman. Ikkinchi vakansiyamiz. Haydovchi. LKV haydovchisi, nemis tilisiz, tajribasi kamida 5 yil bo'lgan, reysda yurgan, 44 yoshgacha, Y kategoriyasi bor, rus, turk tillarini bilishi shart. Shularni bilgan haydovchilarga ham rus tili, ham turk tilini bilishingiz shart. Shular murojaat qilishi mumkin. Joylarimiz chegaralangan. Kelish vaqti juda tez, 3-4 oyda kelasiz. Keyin nemis tilini o'rganishga tayyor bo'ling. Baribir nemis tilini o'rgatamiz biz. Bu holatida ham nemis tilini o'rgatamiz. Hujjatingizni qabul qilaman, vizangizni boshlayman, shartnomalaringizni hammasini jo'nataman, lekin baribir nemis tilini o'rganishga majbursiz. Bunga ham xarajatiga tayyor odamlar murojaat qilsin. Prosta takka mana bu tilsiz hamma yo'q vakansiyaga xarajati bor akalar. Agar xarajati kamaytirib oyma-oy oylikdan berishga masalan kelmoqchi bo'lsangiz, nemis tilini B1 darajasigacha o'rganasiz, undan keyin kelasiz. O'qiysiz O'zbekistonda, keyin kelasiz. Bu srochnaga mana imkoniyat sizlarga. Tilsiz vakansiya deysizlar, mana vakansiyalarimiz. Xarajatiga tayyor bo'lgan odamlar faqat yozsin. Xarajatiga tayyor bo'lmagan odamlar yozmay qo'yaversin bu vakansiyalar bo'yicha. Keyin yana qurilishga vakansiya. Bunda ham rus tilini zo'r bilsa bo'ldi. Qo'lidan kafil universal usta bo'lish kerak, oliy ma'lumot diplom bo'lish kerak bu sohada. Yosh agar qurilishga yaqin soha, injineriya sohalarida bo'lsa, undan ham ustunroq. Xarajatiga tayyor odam, rus tilini bilish shart. Nemis tili Germaniyaga kelib, O'zbekistondagi paytida, vizasi chiqayotgan paytida o'rganiladi. Xohlasanglar mana kelinglar. Mana chiqdi vakansiyalarimiz. Faqat yosh chegarasi bunda ham 44 yoshgacha. Oliy ma'lumot bo'lish shart. Agar kollej diplom, boshqa diplomlar bilan B1 sertifikatingiz bo'lishi shart. Ishchi viza olish uchun Germaniyaga kollej diplomlar bilan B1 sertifikat bo'lishi shart. Bu qonuniy talabi. Bunga mana bu keyin akalar mana videoni oxirigacha yana ko'rsanglar, biz yana bitta narsa chiqaradigan bo'ldik, qaror qildik shu narsaga. Barcha bilan kelishdik. Biz orqali kelayotganlar bilan kelishdik. Iyul oyida kim viza olgan bo'lsa, hammasini mana shu videoni oxirida hammasini vizasi chiqadi. Mana qo'yib ko'rsatib beryapmiz. Mana bizada nechta odam oyiga kelayotganligini. Ausbildingga kelmoqchi bo'lganlar, akalar, men ko'pchilik aytadi, Ustalandsdan foydalanish pulli ekan. Akalar, Ustalandsdan foydalanish pulli. Lekin siz o'sha pulga bir marta pul sarflab, atdagi ish beruvchilar aniq oladigan biz bilan shartnomasi bor ish beruvchilar. Boshqalarini kirgizganimiz yo'q. Ular biz bilan shartnomasi bor, ular bizga ham, ular ham bizdagi platformamizdan foydalanganligi uchun pul to'layapti. Demak, ularda olish niyati aniq. Faqat o'sha odamga mos tushsanglar bo'ldi sizlar. O'sha kompaniyaga mos tushsanglar bo'ldi. Endi Germaniya ish viza hamma vakansiyalarni mana shu guruhdan, Telegram kanalidan kuzatib borasizlar. Bundan foydalanish, bundagi vakansiyalar ichki vakansiya, tashqi vakansiyaga bo'linadi. Ichki vakansiya deb yozilgan bo'lsa, demak biz orqali kelinadi. Tashqi vakansiyaga ish beruvchiga to'g'ridan-to'g'ri yozasiz, bir tiyin pul sarflamasdan kelishingiz mumkin. U biriktalar kommentariy yozyapti, bularda hamma yoq pulli ekan. Nimaga pulli bo'lmaydi akalar? Bizning konsultatsiyamizga yozilish pulli. Buni tan olamiz. Nimaga? Nima sababdan? Siz masalan har xil masalan savol bermoqchisiz bizga. Doktorga borib ham mayitim og'riyapti, ko'rib qo'ying siz pulli. Bizda xususiy kompaniyamiz akalar. Shu narsani to'g'ri tushuninglar. Alman building kurslarida o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu botga o'tasiz. Konkursimiz hali ham davom etyapti. Chegirmalarni biz 1-sentyabrgacha uzaytirdik. Mayli odamlar foydalansin deb, atigi 300 ming so'mga 6 oylik o'qishda o'qib kelishingiz mumkin. Konkretni faqat qo'lidan ish kelganlar yozsin. Bu mayqa kelib furani hayda olmasangiz qaytib ketasiz O'zbekistonga. Men aytdim, shu o'tirmayman sizda, o'rganib ketadi. Sizga hech kim Germaniyada ish o'rgatmaydi. Yoki qo'lingizdan masalan ovqat pishirish kelmasa, oshpazlik vakansiyasida, unda ham qaytib ketasiz. Plyus kuyasiz. Vizangizni bekor qildirib beraman. Qaytib ketadigan qildirib beraman. O'shaning uchun faqat qo'lidan ish kelganlar yozsin. Faqat xarajatiga tayyorlar yozsin.
Mana shu videodagi vakansiyalar bo'yicha. Boshqa dasturlarimiz, birinchi kelib pravo olish hamma dasturlarimiz, ular hali ham ishlamoqda akalar. U dasturlarimiz hali ham ishlamoqda. Oyliklar furaga bu vakansiya bo'yicha oyligi 2700, kartaga tushishi oshpazlikdagi 2000 yevro. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegramga murojaat qilib, hujjatlaringizni mana shu bot orqali topshirishingiz kerak. Faqat shu bot orqali qabul qilingan hujjatlarni qabul qilyapsiz xolos. Boshqa hujjatlarga bizni ham vaqtimiz ketkazmaydi. Siz masalan hujjat topshirish 500 ming so'm ekan, bizani masalan kalamiz juda yaxshi ishlaydi. Shu 500 ming so'm pul sarflashga, konsultatsiya olishga, terma yozilishga, hujjatlarni topshirishga tayyor bo'lmagan odam hech qachon Germaniyaga oxirigacha yetib kelmaydi. Bu bizni boshimizdan o'tgan konkretno odamni biz ham bilib bo'lganmiz qanaqaligini. Sizlar o'ylaysizlar, hamma o'zini aqlli deb hisoblaydi-da. Bu tekin narsa hech qayerda yo'q akalar. Hech qachon tekin bo'lmaydi. Shu narsani bilib qo'ying. Tekin narsa tekin pishloq qopqonda bo'ladi degan gap bor. Eslaringizdan chiqmasin. Любой biznesning vazifasi umuman nima ish qilishidan qat'iy nazar, любой biznesning vazifasi bu pul ishlab topish. Pul ishlab topish niyati bo'lmagan odam biznes ochmaydi. Shu eslaringizda tursin. Sizlar bilan Alma Yuzum kompaniyasining vizalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi G'anisher Sagdullayev bo'ldi. Germaniyada ko'rishguncha.